Aka qarang, mijozlar bakallar haqida eng ko'p qaysi savollarni berishadi? Xo'p, aka, eng ko'p so'raladigan savollar tabiiyki birinchi o'rinda sifati haqida so'rashadi. Bakallarning sifati qanaqa deyshadi. Inshaalloh bakallarning sifati a'lo darajada. Sababi biza birinchi sortli bakallarni olib kelamiz. Xuddi O'zbekistonga o'xshab Xitoyda ham birinchi, ikkinchi, uchinchi sortli mahsulotlar bo'ladi. Biza primoy zavoddan olamiz hamda birinchi sortli bakallarni xarid qilamiz. Nakleykalari pishib chiqqan bo'ladi. 1000 gradusdan oshuv haroratda nakleykalari tegigacha 100% o'chmaydi. Buni oldingi videolarda ham ko'rsanglar bo'ladi. Crash testlarimiz bor. Undan keyingi so'raladigan savolimiz aka, donaga ham bormi deb so'rashadi. Bu bizni ancha yildan beri Optimga sotganimiz uchun juda ham ko'p yildan beri beriladigan savol. Ayniqsa Instagram ochganimizdan keyin yana ham ko'proq xaridorlarimiz shu savollarni yozishyapti bizga. Xo'p, inshaalloh yaqin kunlarda donani ham yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa Instagramni kuzatib borsanglar, bu haqida birinchi bo'lib Instagramda xabar beramiz.